Hürmetli vatandaşım, bugünkü leksiyemizi başlayımız. Leksiyede size hazır oldu. Washington sözdeyimiz. Bugünkü vaziyetine ise hazır vaziyet Irak Şark ile Otlu Şark arasında ayınlıp yürügende kılıdı. Mesela 5. ayının 8. günü Amerika Koşmuş Ştatlarının Prezidenti Trump İran yadro kuralları kelişiminden çekinip çıkaldığını jakardı. Torbettir değildi ki yer devirdi değildi. Bununla ötkenlik sözüne leksiyemizde siz haberdar buldunuz ki Otlu Şark vaziyeti mesela 29. günü 4. ayının İsrail'e Suriye'de turuşluk İran'ın 47. brigadasıga keçidi hücum kıldı. Hazır körümüz ki bugün haberde İran Gölen Gaudi deydi Xitayçı Gölen şu Gaza rayını o şu olması gerek. Şu rayında turuşluk İsrailiye'nin her bir nişanıga raketa zembire koyup verdi. Yani şundakla ötkendi sözüge leksiyemizi vatandaşlarga ma'lum boldu ki İsrailiye parlamento asası kanunu özgertip devletinin veziri Netanyahu ve devlet müdafiye ministerlere uruş ilan kılış hukuku var. Ciddi peytip uruş ilan kılış hukuku var. Bugün endi İran raketa hem zembirek oku koyup verdi degan haber geldi. Şu Katar'da YouTube'da hazır yani bir haber tor filmi, küçük bir tor filmi de Gangang deb başlaptı Xitaycha xat bilen. Bunun da nemi değildir ise Jungo'nun bir dani yani Jungo'nun sırlık bir kuralı hazır İran'da peyda boldu deydi. Endi bu gaplar Suriye'ye askeri çıkardı Jungo, avantgard kısımlarını evet Jungo deb hazırgacha rast çıka kaldıkını ispatlaydigan bir haber yok. Ya Jungo Suriye'ye askeri çıkarmı deydigan bu gaplarni inkar kıladigan bir haber mi yok. Endi bugün tuyuksuzda hazır Jungo'nun sırlık bir kuralı İran'da peyda boldu deydi. Hazır İran Amerika münasebeti şu derece kelip tuğanda mesela yer şardı, yer tevirdi ya ki dünyanı zilzilge saldı deydi Prezident Trump'ın İran yadro kuralları kelişiminden çekinip çıkarları. Hazır Jungo ile Amerika sohbet sohbeti oturda Beijing'de katmal halet küçüp kaldı dedik. Endilikte bunun Liu He, Jungo'nun yukarı dercek bir nefer ameldarı yakındakiler yaptı da Washington keladigan boldu. Biz ötkendi sizlarga teslim buluş. Jungo hükümetinin teslim buluş yolları mana moşu degan leksiyada so'zlagan edik. Bu qatim Liu He efendi Beijing'den Washington'a kelib, Washington'da yana qandaq suhbatda qandaq davomlashtirdi ve qandaq natija keldi. Biz bu to'g'rida bugun mushu xabarlar, mushu vaziyat to'g'risida leksiyalar tayyorlab keldik. Endi keyin yana bir deydigan, yana bir so'z deydigan bir jumla so'zimiz shu, hurmatli vatandoshim. Arlıqda Amerika Qo'shma Shtatlari bilan Tayvan ikkisi birleşip Taybey'de 5. ayının 10. kunlarida yani bugün kunlarda Amerika Devlet Müdafiyası Tayvan Devlet Müdafiyası sahası bo'yicha münasebetlerini kuchaytirish to'g'risida yig'in açılattı. Lekin bu yig'inga Amerika tarafdan kim berib qatnashadi degan masala bu halqalaq masala. Çünkü yukarı derecelik ameldar bo'lib qatnashamdi Tayvanga, bu Taybeyda açılgan yig'inga yoki tuvan derejelik ameldarmi? Hozir tor betiga bir parcha xabarga qaraganda Amerika Qo'shma Shtatlari hukumati bu yig'inga qatnashadigan, Tayvanga boradigan ameldarning darajasini tuvallatdi. Bu nimadan qo'yilgan signal, nima deb berilgan signal hozir tushunib bo'lmaydi. Uni keyin ko'ramiz. Endi bugungi haberlerden haberdar bo'lishinglarni umid qilamiz hurmatli vatandoshlar. Prezident Trump bilan Kim Jong-un suhbatidan ilgari Kim Jong-un bilan Xi Jinpingning uchrashganligi qiyoslarni paydo qildi. Biz o'tgan leksiyamizda shunday degan edik, hozir Chavushandan bir aeroplan Jungo'ning Dalian portiga atrofiga kelib qo'ndi degan edik. Bugun shu xabarning konkret mazmunini anlatamiz. Bu haberga qo'yilgan kichik mavzularni avval tanishtiraylik. Chavushan rahbari Kim Jong-un Amerika Qo'shma Shtatlarining prezident Trump bilan tarixiy xarakterlik uchrashishdan ilgari yana bir qatam Jungo'ga berib, Jungo'ning raisi Xi Jinping bilan ko'rishdi.
Bu görüşüş 6 hafta içinde iki devlet rehberlerinin ikinci qatam uçuruşu bulup sanaldı. Kim Jong-un bilen Xi Jinping'nin kısa vakit içinde iki qatam uçuruşga neme sebep oldu? Ular neme signal tarqatmoqchi? Birinchi, Kim Jong-un bilen Xi Jinping Daliyan'da yana bir qatam uchrashdi. İkinci, Amerika Qo'shma Shtatlarining sobiq raisi Mollin Amerika Qo'shma Shtatlari kechiringlar, Amerika Qo'shma Shtatlari shtab boshliqlarining sobiq raisi Mollin mundaq hisobladi. Men uchun aytganda bu signalning bir qismi unutib qolmanglar. Men bu yerda bor demoqchi. Üçüncü, tahlil. Prezident Trump bilen Kim Jong-un'ning muhokama tuyg'usi xarasga uchraydi. Masalan, Kim Jong-un bilen Prezident Trump uchrashgan vaqtida ular muhokama qiladigan temalar xarasga uchraydi. Dördüncü, Jungo'nun embargo siyosatini azaytishni umid qiladi. Masalan, Jungo'ning hozir Chawshan qaratgan embargo siyosatini azaytishni umid qiladi dedi. Beşinci, Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat ishlar kotibi Pyongyangni ziyorat qilishdan burun Jungo bilan maslahatlashib olmoqchi. Masalan, hozir Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat ishlar kotibi Mike Pompeo Koreyani va Chawshanni ziyorat qilmoqchi. Shuningdan burun Jungo bilan Chawshan maslahatlashib olmoqchi. Vaqtdan qaraganda Kim Jong-unning Jungoni tuyuqsiz ziyorat qilishi Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat ishlar kotibi Pompeo'ning Pyongyangni ziyorat qilishiga munosabatli. Demak, hozir Pompeo 4-oyning 1-kuni Chawshanni ziyorat qilgan edi. Vaqti maxfiy edi, keyin e'lon qilindi. Masalan, 3-oyning 25-kunidan 27-kunigacha Chawshanning rahbari Kim Jong-un poyezd bilan Beijingga borib Xi Jinping bilan ko'rishdi. Shuningdek, 3 kun keyin 4-oyning 1-kuni Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat ishlar kotibi Pompeo Chawshanga berib Kim Jong-un bilan ko'rishdi. Bu qatam Pompeo Kim Jong-un bilan yana ko'rishmoqchi, yana ziyorat qilmoqchi. Bu prezident Xi Jinping bilan Chawshanning rahbari Kim Jong-unning bu qatam ikkinchi qatam uchrashganligi Pompeo Chawshanga kelishdan burun deb shunday ko'rsatildi. 5-oyning 8-kuni Aqsaray İran yadro kelishimidan chekinib chiqishi jakarlash bilan birga bunda qashqarildi. Davlat ishlar kotibi Mike Pompeo Pyongyang qarab uchib ketyapti. 1 soat ichida Pyongyangga yetib bordi. Kim Jong-un bilan suhbat o'tkazildi. Demak, 5-oyning 8-kuni ham Amerika Qo'shma Shtatlari İran yadro kelishimidan chekinib chiqadiganligini jakarladi. Ham Amerika Qo'shma Shtatlari davlat ishlar kotibi Mike Pompeo'ning Pyongyangni ziyorat qilganligini jakarladi. 1 soat ichida aeroplanda ketyapti. Pyongyang 1 soat ichida yetib bordi. Kim Jong-un bilan suhbat o'tkazdi. Prezident Trumpning Kim Jong-un bilan uchrashishiga tayyorlik qildi. Kim Jong-un bilan ikkinchi qatam uchrashgan bo'ladi Mike Pompeo. 6. Tahlil. Prezident Trump bilan Kim Jong-un suhbat mag'lub bo'ladigan ish bo'lsa, agar Kim Jong-un bilan Prezident Trump o'tkazadigan suhbat mag'lub bo'ladigan ish bo'lsa, Kim Jong-un rais Xi Jinpingning qo'llashini talab qiladi. Bu yerda bu ketayotgan 5-6-larning hammasi bu qatam ikkinchi qatam Kim Jong-un bilan rais Xi Jinpingning Daliyan'da uchrashganligi qaratilgan munosabatlik sonliq ma'lumotlar. Kim Jong-un bilan Xi Jinping yana bir qatam uchrashgan bir paytda Jungo'ning vaziri Li Keqiang Tokyoga yetib keldi. Ko'ring, bu diplomatik faoliyatlarning murakkabligini va orqa-orqada yuz berayotganligini shunga diqqat qilsangiz hurmatli qo'shnishim. Li Keqiang, Jungo'ning vaziri Li Keqiang Tokyoga yetib keldi. Koreya, Yaponiya, Jungo ishtirok suhbati o'tkazdi. Chawshan yerim orolini yadrosizlashtirish va boshqa masalalar to'g'risida suhbatlashdi. Li Keqiangning Tokyoga tuyuqsiz yetib kelganligini biz o'tgan degan edik. Wang Yi nimish keldi. Masalan, 3-oyning 15-kuni Wang Yi Tokyoni ziyorat qildi. Endilikda 4-oyning 7-8-kunlarida Jungo'ning vaziri Li Keqiang Yaponiyaga rasmiy yetib kelib, Yaponiya, Koreya
Cungo 3 taraf yığınını açtı. Bu yığında asaslığı çavuşa yadro kuralları meselesi söhbetleşidi değildi. Şunda qaraganda hazır bu münasibetler bir-biriga qoychilishib ketdi degan gap. Endi yana bir xabar, Prezident Trump İran kelishimidan chekinib chiqishni İran yuqoridarlik embargo yurgizishni jakalidi. Mavzuli xabar 5-ayning 9-kuni Amerika ovozidan Xitoy tili programmasi e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Biz boshlaydik 5-ayning 8-kuni Prezident Trump İran yadro qurollar kelishimida chekinib chiqadiganligini jakaldi. Endining konkret mazmuni bu yerda kelyapti. Prezident Trump haftaning 2-kuni 9-kuni 2015-yil imzolangan İranning yadro planini cheklaydigan xalqaro kelishimdan chekinib chiqadiganligini jakaldi. Prezident mundaq ko'rsatdi. Bu kelishim opat xarakterli kelishim. Hem İranning yadro qurollarini taraqqiy qildirishni cheklayolmaydi, hem İranning dunyoga tahdid solishini cheklayolmaydi. Opat xarakterli kelishim. Prezident Trump mundaq ko'rsatdi. İranga yuqori darajalik embargo yurgizamiz. Prezident yana mundaq ko'rsatdi. Men Yevropadagi ittifoqdosh davlatlar bilan birlikda bu İslam Cumhuriyeti bilan suhbatlashib, yangi kelishim imzolab, İranning raketa sinaq qilishini hamda İranning Suriya, Yaman va O'rta Sharqda boshqa rayonlarda harbiy jihatda ilgarilashini cheklaymiz. Qisqasi İran O'rta Sharq ishlariga aralashmasin degandik. Gerçi İran yangi kelishim imzolash qiziqmaymiz degan bo'lsin. Prezident yuqoriqidek jakardi. Prezident Trump Oqsaroyda qisqa so'zlaganda mundaq ko'rsatdi. Sobiq prezident Obama ta'kidlagan kelishim ojiz. İranning atalmış tinchlik uchun yadro qurollarini taraqqiy qildirish plani bu to'qilgan hikoyadir. Prezident Trump shunday ko'rsatdi. Qarang. İranning atalmış tinchlik